Darya Groxitova 5 yoshda mashg'ulotlarni boshlagan va Irina Vinerning qo'lida boshlagan ekan. Nisbatan ispancha yoki italyancha muzika edi-ya bu. Endi manimcha bu ashulalarni o'sha Latin Amerikasida birinchi marta aytishgandi. Bessamay qo'shiq. Ha. Keyin juda ommaviy, ommabop bo'lib turli mamlakat vakillari guruhlarni o'zini repertuariga qo'shgan va aytishgan. Xuddi John Lennonning Imagine ashulasini 170 dan ortiq variant aytishgan. What performance demonstrated by Darya Plastikaga ahamiyat berdim. Har bitta Ba'zi bir sportchilar bitta predmetda bundan ko'p ball olishi mumkin. 32 dan yuqori olsa bo'ldi-da. ahamiyat berishimiz mumkin. Oltishlar va Endi bizda bitta ishtirokchi qoldi. C guruhda bu Alisher Davud, Suriyalik kechirasiz.